Söz senin Ferda. Dostlar selam. Dostlar selam. Selam. Biz bugün efirga çıktık Aydan bilen. Aydan seler. İstemisiz. Hozir biz kutlaymiz Ayvazni. Ayvaz bizga viktorina o'zdiram dedi. Nindi viktorina? Mana Ayvaz. Nажимаем. Selam, selam dostlar, hayırlı günler. Hayırlı kişiler bulayım. Var mı bu ara kutarı Привет, Ayvaz. Safarova Mukimlar ailesine kaynar selam. Min telefonu ulaştıramam hele normal ettirip. Min Aydanlı nersege şakırdım seni de. Aydanlı bulun, kişi var. Tutup durar hakikaten karşıya koydu. Qora biz normal o'tirabizmi, tege siyabizmi ekranga? Sen aytgancha. Tak, aybet mana Aydan aygırıya Aydan azrak senin yanına kilse. Mundarak keladi. Ha? Biz bunda bilasizmi, sizga efirga chiqargan so'ngga qoldi. Biz Ayvaz bilan Aydan bilan o'rin bo'lishdik. Men bunda o'tiram dedim, yo'q, men gil sol yoqdan bo'laman. Onda hadi otur. Men bunda sol yoqdan bo'laman dedim, yo'q, men sol yoqdan. Bu aybirini vapşi bilmeyeyim nerse eken. Yo'q, sen bilasan Ayvaz. Men vapşi kurgan yok. Aldığı nerseni bilmeyeyim. Biz Ayvaz bilan konsert olib borganda men gil aytaman, men suvdan bosam. U aytadi, yo'q, men suvdan bosam. Aytaman, yo'q, men suvdan bosam. Ha, biz nima shunday ayttirib, gil suz kurashdilar, ham men gil suvdan bosadirman. Ayvaz menga ustib qoldi. 2-0 Gülnaz Safar hesabına. Hatta biz Aydan bilen 2 bulsak da Gülnaz'ın hesabında indi 2 kişini eli bu biz bilgenlerin biz bilmegenlerin neçe kişinin turmuşun harap etkendir indi bilmeyim. O dürüst urunga bastırmış ya. Dürüst urunga bastırmış. Haller yaxshi, Allohga shukr. Aydan nerse O'tiramiz, ko'rasizmi? Zo'rayib o'tiramiz, zo'raydik shoxta karantinda. Sheşler üstü. Aydan ete menga dinchikda bo'lsa azirlandirganmisan efirga dedim, no azirlan o. Bir sefer nasha o'tirib turashaqmanmi de. Nimadan o'tirib turashaqsan? Bir qo'rqa bir o'rinda o'tirib turuvdan bir 15 minutdan ora. Nima azirlanim ele olaysa deb bizning osharga olib kelib qo'ydi. Mening so'rashim necha qallaringiz deb osharga bor, demak qallar Allohga shukr. Alik Allohga shukr. Osharga bo'lsa, ishlarga bo'lsa, Allohga shukr. Nerseler işte. Bunda. Süt var mı şimdi? Ha? Süt? Yok, su, limonlu. Nerseler işleysiz, nerseler tujurasız şu ide oturganda? Nerseler işleybiz? O'qiymiz. Distansion ravishda o'quv boramiz. Kun sayin ertamla turamiz. O'quvdan boshlanan kuni biz. Mening o'qay bir kunni zaryadkadan boshlanan kunim. Qoy bir kunni, biksirek kunni. Bulay oshirg'a pishiramiz. Men aytaman, super kulinarga aylanib bitdim endi. Mana super xotinga aylanib bitdim. Borsh, balanga bulamog'i, it mindi, it qizdirilgan, it pishirilgan, it turalgan, it turalmagan. Bunda endi fantaziya shu rizqlar tirasida aylana. Hazır Ali bulay devam etse itni kiptirirge de bula. Bu benim sana kengeş kiptirip bulanı. Amin de kiptiram duxovkadan. Sarımsak bilemizmi? Hem tigi bor bittalarni sotilalar, kipgan itlar, zakuska deb sotilar. Pivo deb mesela. Sen alıp durasın bir tanıdılar neyi? Meni yorataman, endi ularga kiymerga. Mana shuni hayda deyasi bila boshladim. Mena her vakitte da kızık bulup duyula elige min eti statusunda bulmaganlıktan mena kızık bulup duyula etilerinin, enilerinin ni işindir balanın oku prosesin, şahsi oku prosesin o'qiybiz deb aytdi. Men sizdan ish deb so'rash o'qiybiz. Yo'q, o'qiybiz, chunki biz necha kishi, u albatta o'zi o'qiy. Ayda sen silya olasan, sen tilsiz bola kabi o'tirma. Sen ishni o'qiysan, sen silya bo'lib o'tirma, qoraqona. Ne ishni o'qiybiz deb aytaman, chunki baribirda nasandir bo'lishirga kerak. Gil kontrolda tuturga kerak. Men bitsin bilasizmi, menga kerak butun 8% bo'lsin. Butun 8% bo'lsin. Ham men bu mening balki minusimdadir. Men gil oydanga beylanam. Mana bu harfimni qiyiq yozgansiz, qiyiq tugul. Qiyiq yozgansiz. Nishlab bunda
A yazsa da mesela O'ga tüzete hem ol yemsiz bulup kala. Emin bilesin men super ettirip tege bitirgiç bilen anı ko'rinmaydigan deb ışkıp koyalam. Men şulay defterin ışkıyım anı mesela. Minde. Endi onda öğrettim ko'rasizmi? Alma ağaçından yirak düşmeydiler. Mında naşarlıkka Safarovadan ilanı bula hareketlerini. İpteşler, kadirli Aydan hem Gülnaz. Men özümni haligi vaqtlarda sanayım türlü intellektual oyunlar alıp barışısı etip endi siz hozir nihayat sizga nasib bo'ldi haligi o'yinda o'ynab olishga. Sizga qadar Ilnaz Garipov, Danir bilan Milevsha Sabirovlar o'ynagan edi. Ayi. Şartları bir gadi bu sizga xatirlatir birazgina Кто хочет стать миллионером o'yinin. Chunki naqda so'rov ularga dur javob ham hatto sizning yardamingiz bo'lacak. Yardamlar orasida 50 ga 50 varianti, ya'ni men 4 variantning ikkisini olib atam. So'rarga bo'la bizning tomoshachilardan mana bunda kommentariyalar shunday yozib jibera olalar. Aytga siz bilan söylashik. Kommentariyni üzmik, lekin siz gadil bo'lsin uchun o'yin kommentariyalarga qaramag'iz. Yarat. Onlar yazsınlar. Söyleştikmi? Biz şulay söyleşken Hani oydan ko'rsatayım, men hamda ko'rasizmi, kommentariyalar bor. U bizning efirni qarovchilar. Minde bilem. Yani bilasizmi? O. Ne abi bu komentarlar? Qaysi? Oydan kudilar? Aye. Oydan bile, oydan bilen. Üçüncüsü, telefon var mı senin birer? Aydan'ın telefonu. Oydan bir telefonunu olib keleli, biz kishiga shaltirata olashaqmiz. Masalan, agarda Привет. bar olib kel telefoningni. Hem en mühimi, eğer Вот именно я же свой наборчик подготовил. Ha. U aytdi, "Oyvoz ko'ngilsiz so'rovlar bera boshlasam, men TikTokda o'tiram" dedi. mümkün. Eğer de siz 15 soruğa dürüst etip cevap verseniz, var super priz. Bizim danırlar ötalmadı. Aha. Belki yutursunuz. Bu maksus putyovka. Еще раз. Putyovka. Путевка. Самоизоляция idi. Ой, kerak men сразу отказываюсь. Men bu bo'lakni endi butun kishiga bo'lak etarga hozirman. Eğer de bütün sorulara da cevap verseniz, ahırdan şu oyunni ağır soruğunu verirmin. Söyleştik mi? Yarak. Tak, onlar şu sorup alayım. Aydan, sana nindi ülkeler kızık, nindi ülkeden soru verilmeni tileysin özüne? Ülke, oblast, про что, temalar. Bilmeyeyim. Neyse qiziqsan. TikTok bo'yicha so'rovlarga Aye. tag'in narsa bo'yicha. Matematika. Yo, я не хочу математику. Narsa? O harfine başlanıp n harfine bütüşü isimler kategorisi var bizde. O. Sen cevap ver. Bilmeyeyim. Ya Bütün siyari. Gülnaz sinagına bilmeyim soruğunu. Birem ben iki kızgede. Aha. Belki, aytik mesela Gülnaz. Minecraft bo'yicha. точно, Майнкрафт. Aydan mı? Майнкрафт, да, Майнкрафт. Oyun mu? Minecraft. Да. Мен өзімде ойнай başladım. А еще Brawl Stars. İzolasyon. Тоже нормально. Brawl Stars. Ham tegi neydi kimlarni tanıysan hali seyircilerden? Men bilmey turgan. Qaraştır. Ну, tegi Belarusский, tag'in kimlar hali? Kimlarni tanıysan? Мэйвел. Mayvel, mana shunday seyirciler. Мэйвел. Mayvel'dan попытка номер 5 degan yerini bilasizmi? Моя попытка номер 5. Qiziq, Bu meni bizim yaşamdagi yer. hozir mana Tatar estradasida oldiroq boshlandi bu coverlarni jurlav. Tigi massa ko'lamda aytay. Hozir rus Я estradasida почти его песню выучил прям. Ayotdan bilasizmi? Bu bir Chilavot. Не, пчеловод, это не он поет. Это... Например, магнитола, Патамушка. Патамушка. Ayda uni boshlayapti. Birinchi so'rov. Biram ikkingizga da haligi so'rovga durust javob bersangiz, birinchi raundni joylig'ini o'taysiz. Так, я тебя обыграю. Ayda. Sen meni обыграешь tugul, biz birga o'ynaymiz bitmanda. Я тебя обыграю. Agarda siz so'rovga javob bilsangiz, shunda o'qiymi?
Aha. Variantlarni tanlab o'tirik, boshdan javob berishni yaraymi? Agarda bir Ayda. joyli so'rov bo'lib chiqsa. Ay. Birinchi so'rov. Qaysi sportsmen 3 ochkoli brosok boshqara? Qaysi sportsmen 3 ochkovый brosok boshqara? Hozirmi javoblarni eshittirgan? Basketbolist, Tamam. judoist, xokkeyist yoki metatel molota. Variantlarni eshitdingiz? Cevap ver. Basketbolist. Пожалуйста. Basketbolist deb o'ylaysan. Mhm. Haydar, sening javobing basketbolistmi? Ay. Так. Sen basketbol bilan qiziqsan qo'ysa. Yok. Не просто bilen то, что он 3-очковые забивает. Aha. Gulnaz, sen bilaydingmi bu haqda? Yo, men bilmaydirim bu haqda, lekin men shulay basketbol degan variantga to'xtalar edim, chunki 3 ochko 3 ballaymi? Tigilarini bunchalar to'g'ri kelmay, hatto so'z tizma. Shunga ko'ragina men basketbolni saylar edim. Judoist 3 ochkola brosok yasadi. Judoist qilib brosok yasay oladi. Judoist bo'lamanmi? Yok. Ну, men oydanға ishonamay, sen qo'yib bilasan sen. Ну просто всегда баскетболда говорят он да, телевизорда. Молодец, забил 3-очковый. Все, Всегда. basketbol, значит, u televizor qori bilan. Точно баскетбол. Sizning javobni qo'ydim. Qamaligi javob. Yo'q, xokkeyist endi albatta 3 ochkoli gollar kiritmish, shundaymi? Aha. Metatel molota shulay yo'q, sayran qarar edi. Yo'q, butunlay to'g'ri kelmaydi. Mana judoist bilan sen meni azrakkina nittin ikkilantirding mening o'ylarimda, lekin oydan endi men televizordan 100 ta eshitganim bor, shunday men oydanға ishonam. Basketbolist. Aydangiz bular. Hozir agarda javobingiz durust bo'lmasa, Men Тихо. o'z ustuna olaman bu xatoni. oydan. Aybat ani bo'ymi? Vallahi aybat biri hozir. Men durustini aytganim bu so'rovga siz shundoq javob berasiz deb o'ylagan edim. Ham yolg'ishmaganman. Javob durust. Javob durust. Durust. Basketbolda 3 ochkovый brosok degan Ama ben sana aytdim. to'p bor, unda odatda 2 ochko bilan boradi. Aha. Yiroqdan irg'itsang 3 ochko sanaladi. Sizning javobingiz durust. Birinchi so'rovga durust javob berdingiz. Shunga ko'ra ketdik. Biz Alg'atova hamshiratdagi so'rovni tinglab ko'rdik. Bizga hozir davom ettirga kerak bo'lsa Tatar xalq maqoli. Tatar xalq maqollarini bilasizmi sen Aydan? Nima bilasan? Nedilarni bilasan Tatar xalq maqoli? 70 yigitga Aydan bug'un aytgan 70 yigitga 70 turli o'yin o'ynasa da olsaymi? Onun hozir boshindagi protsessorda перезагрузка bor. Aydan tinglab ko'ring maqolni. Ayda. Я даже вопрос не услышал. Davom etar ekan. Kurka 10 kukay solsada dashmi. Bu maqolning boshi. Kurka 10 kukay solsada dashmi. Onun davomi nima ekan? 100 kukay solsada dashmi. Tovuq birni solsada kurshi ovulga eshitila. Kishi bir yurt solsada butun dunyoga ayta. Yeysa og'zima suv qoba. 4 variant. Maqal to'lib buna bilan yonqirayishadi. Kurka 10 kukay solsada dashmi, 100 kukay solsada dashmi. Yeysa kurka 10 kukay solsada dashmi, tovuq birni solsada kurshi ovulga eshitila. Yeysa kurka 10 kukay solsada dashmi, kishi bir yurt solsada butun dunyoga ayta. Kurka 10 kukay solsada dashmi, og'zina suv qoba.
Sen mında ayta alasın, uylaganlar benim kulakka aytip var. Ayt mında. İkinci variant, ikinci, я думаю, ikinci. Ne işin? Bilmiyorum, больше подходит. Я так думаю. Ya tak bilmiyorum. Yo, bilasizmi Ayvaz, men oydan bilan kelishim, men ikkinchi variant deb o'ylayman. Chunki maqallarda biz maqallarning tuzilishini qarasak, sxemasini kuzatsak, gul shog'ishtiruv boradi. Uni shog'ishtiruv, mana bu shulay bo'lsa, tigisi bo'lay. Munda agarda biz bu sxema bo'yicha borsak, kishining sog'lig'ini kirita olar edik munda. Lekin munda ondan so'ng bizning izliklilik yo'qoladi. Men izliklilik ko'rmayman munda. Ma'na ko'rmayman. Amina kurka un kurka solsa-da dashmi? Tovuq bir kurka solsa-da butun kishiga kishtirlik deb qishqira. Men shiktir durustroq yong'ir ku. Men ma'nasi shu. Endi ma'nasi olingan munda. Ya'ni kurka u shunday В комментариях kurka подскажите. bitinda u tovuqqa qaraganda derecelirak, shulay bittiga ul shunday intelligent, ul sala ul dashmi, ul shu o'zi ishini ishli. Tovuq bitinda ul totar xalqында shunday quda degan narsa aytsa-da, shundoq tiga ushib shigan, deb shigan tovuq yeydilar, tovuq yeyi. Shokra birini solsa-da oqira boshlaydi. Soldim deb ham hatto ko'rishli yurtlarda eshitdilar. Sen agarda bunday logika bilan boshlang'ich topshiruvga borsang, unda superpriz avtomobil amaliyotda superprizni o'tirishing maqal. Непонятный вопрос. Ayy. Qachon endi VAZ 21 avtomobil xo'jasi bo'lgan. Ну, пока меня еще и самоизоляция призыгана светит. Yonning, durust. Sening logikani angladik. Haligi sen logika bilan kelding haligi javobga, oydan intuitsiya bilan kelding. Oydan intuitsiya bilan. Men shulay deb o'ylayman, uncha to'g'ri keladi deysiz. Shundoq. Lekin seniki bilan qaraganda, men o'zimning fikrimni aytaman. Ayy. Shog'ishtirib bo'ladi tovuq bilan kishini-da, tovuq nedir? Vag'aydir. Tovuq nedir? Bayasiz ayber. Kishi zo'r ayber, kishi g'urur ayber. Unda to'g'ri kelgan mumkin. Aytdim, men sen aytdim, unda ma'na bo'yicha, davomi bo'yicha, shog'ishtiruv bo'yicha to'g'ri kelgan mumkin. Lekin men bu ishroqda tovuq varianti yoqinroq, chunki hozir men tugal isma tushira olmayman maqallar bor, lekin tovuq bilan kurka turindagi maqallar bor tog'da tatar xalqында. Ya'ni ular chip bilan Bale kubik deb aytmaydi, ular birga yuriylar. Ular giroylari. Ayy, lapas giroylari. Shunday maqallarning birisini aytaymi? Tovuq iti tamli bo'lar, kurkaniki tog'da tamliroq. Mana bu Ayvaz xoliq maqali. Bu bizning Oydan deb yozganlar. reklama. Lekin kurka xoliqda darajaliroq, mulroq, tamliroq sanala. Javobingizni qabul eting. Ayvaz biz. Ayt. Narsa aytasizlar. Yo'q. Sen eshitilmay boshlagan deb aytasizlar. Tatar xalq maqallarin ularning turli kategoriyasi bor, aymi? Bor. Kudashka. Turganlari bor. Kelaytib turganlari bor. Bor birozgina, bor bik shitinlari, bor. Gram. Lekin gil kullanılmış olmagan. Mesela bu nasıl shunday kategoriyaga kiradi, aymi? Tigi orni ortiq gil qaboqda turmaylar, lekin shunga qaramasdan u Я красивый. yoqin maqal. Мне 8 лет, 8. Ham ko'rasing shu tovuq bilan kurkani shog'ishtirib qaroving. Men qo'rqaman. Men qo'rqaman. Senga duri javob berishga yordam etdi. Ham senga g'alati bo'ldi, shu oydan, chunki oydan sening kabi uzoq o'ylab turmadi, shundoq javob berdi. Ayy. Ikkinchi sinfdan. Takrorlarni qaramasqa g'alati bir qat сөйләшеп qo'yib,
iplekler. Yo, men kommentarlarni qaramadim, men shundoq javob berdim. Ne? Ana har kommentariylarda yozalar ko'rshi tovug'i kurka bo'lib ko'rinadi. Tovuq ham kurkani birga olgan maqallarning birisi, eng populyar maqallarning birisi. Aydan, Ben mümkün endi- bo'lsa qalamashga tursang kommentariyalarga. Sizga prizlar kechak. Shiratdagi so'rov. Priz o'sha uyda o'tiruv. to'g'ri. Ну тогда qorayman degan. Yo'q, ayda bo'lay. Prizni yoqtirtirga bo'la. Ish uyda o'tiruv, lekin oqsha kelib turadi. Ayvaz, Всё, sen menga jiberib turashyapsizmi? Aliment kibik. Aliment kibik. Нет, братишки нет, только двоюродный. Men qudrat tugul bo'lay, Allohga shukr. Kibik. Oy sayin digi. Hech 10 ming jiberib turali menga. Uni mana 9000 jiberdim, 10 jiber oldim. Так что на комментарии не обращай внимания, не пишите в комментариях. Yaratgan ish jurishingni aytsang, salovatdan qola. Menmi? Nega? Ayvaz, men ular ayta olmayman. Men butun to'tar estradasini yoratam. Hozir ilk yaratmaydim uni. Yo'q, alik bilmaydirimda. Aydan o'tiribmiz. Aydan, Tatar estradasidan qaysi jurishlar kursinglar? Totar estradasidan qaysi jurishlar shu aytali? Элвин Грей. Tak. Все. Budan bilmay. Yo'q, nechuk bilmaysan, bilasizmi? Tan kimlarni bilasan? Mening do'stimni aytaylar. А еще Ландыш. Landish. Tak. Tag'in. Tan kimni bilasan? Tamam, kimni bilaman. Menim bilan borursanmi shashagot Men bilmayman kim u mujizli. Lekin oshirga tan pishiradigan. Ya'ni yurakdan degan. Ayda Rayaz'ni saylaymiz. Rayaz. Rayaz. Yarar, Rayazni aytsagizda, o'zinni aytsagizda, Landishni aytsagizda, so'rov bir salovat turunda. Salovatning tug'an yilin esga tushirishga kerak bo'lacak hozir. Oy, men o'zimning aytganimning yilini bilmayman. Bilmayman. Aytganingning qachon tug'anini bilmayman yilin. O'tiga menga ularga kerak, sonarga kerak, yil o'zimnikida unutam. Salovat ol, izmini mina aytganigina tugul o. Salovat. Salovat. 4 variant. Odatdagi 4 variant, tamam variantlarni. 1958, А, в каком году он родился? 59, 1960, 1961. Şu variantlar arasından qaysi Bilinali borisi bir tirada. Onun Сколько слов это едет? Aya. Сколько слов? Aydan seni решил обхитрить. Ayvaz. Mesela Salavatga necha yosh? Aytmang, men strastiya sonab berem de. aha. Так. Все, я уже узнал, ему 60 лет. Qo'yan bilasan. Она еще yazdılar. Sen ishonma, drugalar yolg'ishalar. Qarorga yaramay kommentariyalarga. Так. Yo'q, bilasan, ona ayda borit bo'lay. Сколько Bu yil ему biz uni tug'an kuni bilan qutladik, deymi? Так. Bu yil Ana menga qariyb yo'q, ana fotolarini qo'ydik. Lekin mana ko'rdikmi Ему biz 59. Ему 59. Salovatning tug'an kuni yubiley degan so'zni men chiqqanini eshitmadim. Yubiley. Salovat Fathiddinowning yubileyi deb onu ko'pirtirlar edi. 60. Yubiley konsertlari uyushtirar edi. Она 60 был, dedi. Yo'q, 60 to'lmagandir deb o'ylayman men. Но все равно я посчитаю 60 deyip. Sen 60 deb o'ylaysanmi? Ай, мы 60 deyip. Или 59. 60! Tak, men yubileyi bo'ldi deb sonamayman. Demek qala tag'in Allohga shukr bir variantdan qutuldik. Qala ikkovi. Aydan sekinmi? Mana men qog'oz bilan ruchka olaymi hali sonarga. Так, все. Hozir bizni bunda yozsam yaraymi? 2020-yil. Berali. 2020 yıl. Подожди, я сам считаю. Ayda, minusda bahona bilan sonlarni aytirib. Men nishanchi Тихо. 1958, 1959, 1960 hem 1961.
Минем уйлавым, мин 61-гә ни өчендер тартылам. 61. Ул әле аның хәтле 58 үк булырга тиеш түгел. Ул минем әти-әниләр чамасы. Монда bütün яшьләр, bütün елларда бер кирә инде, бер чама. Мин 61 дип уйлыйм микән? Ә син 60 дип уйлыйсыңмы? 61 булса, ничә яшь була инде безнең? 59. 59 мы, 60 Ну, яшь? конечно, ай, будет. 60 яшьме, 59 мы? Юбилейін біз аның үткәрмәдік bu ya. Юк, үткәрмәдек. Так, я думаю, Ул минем колагыма керер, һәм мин аны барыбер ишеттерим Салаватның юбилей дигән. Все, Мені бәрі тақырыр иде деген. Ул мине чакырыр иде, Салават. вот мой ответ. Син ал. Минем ответ. Ой, Таңда білесің мә нәрсе деген. сейчас. Тағы бір қояр, тағы бір көрсеттіңіз әлі еліңізні. 1960. Yok, теге қағазына бір көрсеттіңіз тағы бір қат. Күрсәт тагын бер тапкыр. Все равно написано. Так, 1960. 691 yıl деген аны. 1960. 691 yıl. Kamera eğlendirip көрсәтті. 691 yıl. Yo, мин беренде комментарийларга да карамыйм. Ну, комментарийларымда ярыла, сез нәрсә юбилей? Юмен, комментарийға қарамын. Я просто сам думаю. Я реально сам думаю. То, что 1960. Я посчитал. Посчитал имя? Салаватны. Туған yılından beri sanadı olanı. Туған yılından beri қазіргі yılға kadar sanadı da keyin шығарды. Sizin cevabınız? Я готов. Мин юбилей дигән сүзне ишетмәдем. Мин үземнең фикеремдә калам барыбер. 59 яшь аңа дигән. Надо было мне... Ә син тугры? Қызығы шунда, Гүлназ, мен комментарийларға вообще қарамаймын, ләкин ул комментарийлар ярыла. Онда бит юбилей болды деп жазылды ди. Юк, мин аларны исәпкә алыйм дип әйтүем. Мин карамыйм. Кемдер анда яза хәзер. Юк, анда да фикерләр төрле. Күрәсең син. Юк, мин уйлыйм, ул аңа 59 яшь, ул 61 елгы дип. Син уйлыйсың? Аңа 60 яшь, ул 60 елгы дип, әйме? Айдан. Син ничәнче елгы дип уйлыйсың? Менә все. У меня ответ 100%. Все, Саня. Bir генә. Әйдәгез. Бер генә. Берегезне кем генә кабул итә. Карале, ә миңа монда минем ике туган сеңлемнән SMS килде. Кызганыч, мин аны сиңа күрсәтәм. Без SMS чыга бит теге булай өстә. Не тупи, пожалуйста, 60 дигән. Ну не тупи дигән. Алиса, син шулай дип уйлыйсыңмы чынлап та? Ну каян Рәвешле, без шул рәвешле якын кешегә шалтырату дигән ярдәмле подсказканы кулландык булып чыга алайса. Юк, ул бит миңа не тупи дип кенә язган, син теге нәрсә тавык кебек утырасың дип язган миңа. Не тупи, 60 дип язган бит. Юк, мин бит аны сорамадым. Ул подсказканы Алиса язма миңа бүтән. SMS-лар. Әйдәгез булай. Монда инде дөрес җавап. Менә все. Я смог написать 1960. Менә. Написал. Менә. Ниһаят. Каждый сложный, ну, справился. Айдан язды. Әлеге җавап дөрес. Дөрес, монда инде бер интервью. А мин сиңа нәрсә әйтәм? Быел аңа 60 яшьлек юбилей. 60 тулды, юбилей булды. Аның өенә килеп бөтенесе кутлады. Хәтерлисеңме? Бу хәтта Мин аны хәтерлим җырлап йөргәнен. Җырчыларның да җырлаганын хәтерлим. Мин аны юбилей дип уйламаганым. Салават абый. Гафу итегез юбилейгез белән сезне. Мин гафу итмим, мин киресенчә. Мин бит аны һаман да яшь иттереп дип күрәм әле. 59 гына не бары дип. Анда 60 тулган. Значит, Салават абый. 59 яшьлек яшь түгел инде хәзер 60 яшьлек карт кеше. Шулаймы? Юк, Салават абый. Мин аңа Салават абый дип әйтәсем дә килми, хәтта Салават. Минем өчен һәр вакытта Салават. Мин ничектер күз алдыма китерә алмыйм. Минем
Benim eti bilen bir yaşlı bulup çıkayındı olayım mı? Benim eti yaşlık da bu gayeli. Bir yaşlı. Bana Hani- qaraganda men etini salatqa qaraganda azroq etib his etam degan. Ayı. Aydagiz bulay, o'yinni davom ettira oldindan g'adil bo'lsin uchun kommentariylarni sindirib turib, podskazka vaqtida qoldiramiz. Biz tomoshachilarga da shu haqda aytdik, deymi? Durust bo'lsin uchun o'yin. Ammo Alisaga da aytdik, Alisa da SMS berib o'tirmoqda. Yo, Alisa sen bana jiberme. Yo, Так, Alise'nin ismi. Ayvaz men shunlab da aytam, vallahi deb aytaman. Men baribir de o'zim mana bu Alisaning SMS'i bilan mening YouTube degan birisi, chunki men yaqinlarga ishonaman. Lekin men kommentariyalardan birisi Напишите ular bilan комментарий. qiziqib ular bo'lsinlar. Bir aqlli kudra boshqara bo'landa tezgina. Kudravasin qoramanda. Onun ko'zi ondan Aa, olinmaydi. Yo, anda А можно комментарии было закрыть? ana Ayvazni qoplaysan sen. Yo'q, men qoplanmayman. Sizning kamerangiz ustida bit. Yara olinsa qopla. Ха, подожди, Ha, что-нибудь нужно. qoplaymiz. Ха. Во, Yo, onu bile qoplama. Bizda mana bunday birlar bor, qora. Всё. синий бери, синий. Не, лучше зеленый. Zangarni ol, zangar osha ko'rinadi. Yaxshiroq ko'rinadi. Yo. Ko'rinmasin uchun ikamiz ishindi. Ko'rinmaydi. Hamid nima deydi? Maskilimi? Yashil maskali. Hamid seni foto olamıysan, men fotoga Чуть tushiraman. пониже, чуть Sen пониже. bu og'zini osqarab tushir. Mana shu ayda tushir fotosin. Tushir, ha. Ха, меня прям впритык. Ха. Chunki men uyda sanitarlar, tabiblar qo'shgan talabni o'tayim. Bo'ldi, tushirdik biz seni. Ko'rsatingiz endi bular o'tirgach. Ха, всё. Bizni ko'rsat. Ха, блин. Ko'rsating-da. Всё, шикарно, шикарно. To'xta, men og'iz ko'rinadi bo'lmasa unda. Onu ko'rinadi bo'lmasa. Seni og'zing zo'r. Mana bu likoplastik bilan yopishtirib qo'yib bo'lmaydi og'zingni. Aydan Kim aytdi? Kim aytdi bir tane? Ayvaz bütün senin bütün ekranını zaklıyor endi bo'ldi. Ой. Сейчас, подожди. Nega turadi? Yo'q, bu bola bilan efirga chiqib просто жесть. Так. Davom etamizmi? Davom Я etamiz. готов. А мне Davom комментарий etamiz. курине, я там буду. Ko'rinmaydi. Shiratdagi so'rov bizning Я уже. ular teatr, lekin g'adigina teatr tugul, hayvonlar teatri bilan bog'liq. Donliqli Yuriy Kuklachov degan artistni bilasizdir, qiziqli janrda ishlovchi, original janrda. Yuriy Kuklachovning teatrida tüp qatnashuvchilar kimlar? Itlar bo'lgan yolg'ishmasam. Ha? Itlar bo'lirga tegish. Aydaga singlab qaraylik variantlarni. Birinchi variant kugarshinlar. Ikkinchi variant itlar. Uchinchi variant moshilar. Esa to'rtinchi variant tishqanlar. To'xtali, Bilmayman. Kuklachov pisiylar tugilmikan? Men Vladimir aytib turaman. To'xtali, Kuklachov kuklalar tugilmikan? Yo'q. Kuklachov bu bitindi elikigi. Biz kichkina zamondan bitindi u. Men uning yuzida hatta xatirlayman. Men u kishining yuzida ko'z oldimda tutam. Не Sen понимаю. bilmaysan chunki sen onun sirkina borganing yo'q. Yeysa men xatirlayman. Yeysa kugarshinlar olib atamiz. Kugarshinlar tugil. So'nggi variantni men hatta variantga da sanamadim. Kimlarga tishqanlar dedingmi? Ay, tishqanlar. Yo'q, tishqanlar tugil. Tishqanlar. Men itlar yeysa pisiylar orasida ikkilanib. No, men nishtirashadagi ular durt oyoqli, ular yuriylar degista qilgan, u pisiylar bo'lirga deyish. Chunki xatirlayman, ali ol bundan pisi chiqara, degan pisiylar yuriylar. Nishlab turib pisiylar degan, agarda mana biz bo'lib qarasak, itlar ham pisiylarni, itlar mening pisiylar, mening intuitsiyada pisiylar deng. Lekin mana konkret men o'zimni ko'z oldimda, Kuklachovni ko'z oldimga keltirib, onun bilan nindi hayvonlar yuruvini ko'z oldimga keltira olmayman, esimga tushira olmayman. Lekin ningdir bir ishga tuyumlov senga pisiylar deb. Pisiylar deng.
Sen ne sebep oylaysan? Aydan Men var mı bilmiyorum. biraz? Yok, onu senin intuitsiyan. У меня даже интуиции нет. Intuitsiyada yo'q dey men bu so'rovga. Ul sirk Belki yaratmay. Ha? Sirk yaratmay. Яратам зачем Sizler это? bizim yaşu arasında bir kişinin tutkarlık var mı? Bara direkkine. Sizin cevabınızı men kabul etəm. А, привет. Блин, мне Алисия даже в WhatsApp пишет. Алисия yazmalı. Alice'nin Nepali, Алисия не пиши. Nepali kantoro. Mena biriniz el alırsanız numara şaltıratı da kim eli? Ha, ne? Ko'rsatma efirdan nomerini. Ha. Ko'rsatmoqchi bo'lib yotgan nomerini bilaytirib burib. Aydangiz bulaş iləşəmiz. Ayvaz, men ko'rmadim, men qaramadim. Mana 50gina tildan SMS ham odam. Biz cevabını kabul ettik. O Alice'ye yazgan şu. Eğer de siz bu oyunla isen soğuna o'zingiz men javoblaringiz bilan chiqsangiz, aytib chiqsangiz, ikkinchi o'yinni biz uyushtiramiz Alice bilan. Ham Alice'ga men 1000 topqir og'irroq so'rovlar berishapman. Так, Yuriy Kuklachov. Shundan da sen aytgan burungi zaman artisti, mana bunday zo'r shapkali, Xatirlayim, ayi. qizil grimli, bunday og'zi tugarak burunli afzal, durt oyoqli hayvonlar bilan shig'aydi. Bizning davlat teatrına borgan bo'lmadim, balki sizning bordir, bizga ko'rak televizordan ko'rsatib beradi ana. Spokойно ночи малышыga kelib o'tiraydi u. Konsertlashishga. Maxsus qo'noq bo'lib. Ayye. Anda iki maxsus qo'noq edi. Birisi Amaya Gakapyan, Simsaladin, Aqalay. Birisi Yuriy Kuklachov edi. Ham Yuriy Kuklachov bilan kelganlar edi onun yaqin do'stlari. Sizlar javobingiz durust. Javobingiz durust. Gulnoz, Oydan, Olisa. Gittik Shiratdagi so'rovga javob olib qaraylik. Belki Oydanға haligi so'rovga javob beru. Ayvaz, nishlab siz suv ichmaysan? Nima? Ayi, suvni ko'proq ishlash kerak bet. Menim hali bit og'iz ochmadim, bit hali orchada quyosh boyimadi hali. Oldama endi. Endi orchada boyimadi hali. Bizning bit orchada. Boyimagan 1 soatga so'ngrog'ingmi orchada? Ayi. İşim bitgach og'iz ocham. Oydan menga savol keldi, tag'in eshenlikdan og'zim bilan baqirgan. Пожалуйста, zinhar. Ладно, давай. Mana bunda. Pishira kurma ustunni yema. Oydan ketgandan foydalanib, senga Gulnoz Shiratdagi so'rovni yang'iratam. Ol ne bulaşak milletdagi bolalar ga eshitirga yaramagan so'rov. Naq shunday. Ayda tezroq berib qol. Men aytashak qaysi giroy Transformer tugul. O bunda oydan kerak. Bunaqa javob beramiz endi. Birinchi variant Optimus Prime. Oy, men bularni bilmayman, вообще bilmayman İkinci bularni. variant Bumblebee. Üçüncü variant Bulbasaur. Ya ise dördüncü variant Arsi. Вообще bilmayman bularni. Oydan! Tezroq kel. Tez suga kerakmi Hatta kelsa? qoidalar bo'yicha so'rov yangalag'ach 5 sekund ichida javob bermasang, yengilasan. Yo'q, oydan ayda tezroq kelindi. Senga bir so'rov, senga. Yo'q, men вообще bularning ismlarini da bilmayman. Yo'q, mana sen hozir aytding. Mening ularni eshitganim bor. Ну, конечно, senin bir uyingda malay var. Eshitganim bor, lekin qaysi Transformer? Men ular даже kimlar deding hali? Optimus Prime, Bumblebee, Bulbasaur, Arsi. Bulbasaur tugul deb o'ylayman. Bu nindidir dinozavr tuqumina o'xshagan. U точно Transformer bo'la olmaydi. Bumblebee valla. Bumblebee men bilmayman kim. Qarali, men senga degan so'rov bu как раз. Tingla. So'l kungan.
Aydan. Limon. Tingla Aydan. Qo'y telefoningni ham tingla zinhar uchun. Tingla. Aydan. Aydan Aybaz ayt. Bütün ümit sinde. Bunda bütün ümit, bütün uyumның мәгънәсе синдә хәзерге вакытта. Sen singini ayta olasan mana. Меңгене. Singini. Ну, потому что сен карамадың, конечно. Айдан, менә хәзер мин әйтеп, узачак геройларның кайсы трансформер түгел. Optimus Prime, Bumblebee, Так. Bulbasaur, яисә Арси. Арси. Дип беләсең син. Ә сен тегеләрне беләсеңме соң? Либо бульвазавр, либо арси. Bulvazavr түгел. Bulvazavr ул Айвазның бала чагыннан дип уйлыйм ул геройны. Сен белмисең аны кем икәнеме? Я бульвазавр и последнего не знаю. Ә тегеләр трансформерме икесе? Тегеләр трансформерме? Тегеләр трансформер 100%. Оптимус Прайм это их лидер, Бамблби это этот, он желтый, я его знаю тоже. Карагыз, минем сезгә тәкъдим бар. Бик яхшы тәкъдим. Да, Арси. Әйдәгез 50-гә 50 вариантын алыгыз. Тутай сен кайсы трансформер түгел дидең бит, эме? Иә. Менә теге Bulvazavr. Ә сен Арси дисең, эме? Ай. Сен Bulvazavрның кем икәнен белмисең. Ну, я думаю, Арси. Min sraz aytdim. Min mında 0, min Bulvazavr'ını da bilmem, Arsi'ni da bilmem, tege muldilarını da bilmem. Bu sırauğa Aydan cevap verir hem tulusınca Arsi. Öz üstüne ala cavaplılıkını. Bizning yerdam bor, yerdam işte alırga bular. Hem sizga taqdim etem 50-gə 50 variantlarga. Mındarak kır. Yerden yoruyor da. Yok ya, ayda olmuyor biz yerden baka. Sen eğer de bilesin iken. Aydan zil karışın. 50-gə 50-ni alırız, 50-gə 50-ni. Aydan. Neyse. Yok Aydan, sen cevabını misimle gelişim. Aydan senin cevabın. Сейчас подумаю. Ну, Арси deyip uyanıyorum. Арси. Arsi deb o'ylaysan. Ай. Gulnaz, sen bilasan bizda bir tane 18 yaş to'lmagan grajdanlarga saylov mumkinligi berilmaydi. Bola aytsa da so'nggi javobni aytirga tegish men qabul ettirish uchun sen. Yok, min eğer de min Aydan senin cevabın bilen, senin cevabını işittim. Мен просто рассуждаю, мен просто уйларымны айтам. Миңа бу 4 варианттан выбивается деп әйтик из списка. Ул менә бу Bulvazavr, эме бит? Bulvazavr. Мен аны синең бала чагыңнан дип уйлыйм, ни өчендер бу карт геройны Bulvazavr, карт герой бу менә. Кардагы Anladım иде. Şu Bulvazavr mı? Anladım mı sen anladım. Aydan ayta Arsi'ni sayladı, o yani уже бик расстроен. Мен saylayım, мен уйлыйм гына. Aydan мен seni anladım. Килмында килеп утыр, әйбәтләп кенә. Мен Bulvazavr'ны сайлар идем. Но ләкин мен Aydanның фикере белән килешәм һәм 4нче вариантны сайлыйбыз. Арси. Арси. Cevabınızı kabul ettim. Не нужно эту устрашающую музыку, давайте побыстрее. Prime işinden de o en barbak kişiga Юно Арси deyip ettirişim. Bumblebee degan Transformer şulay bor. Agar da siz 50-ga 50 variantini so'ylagan bo'lsangiz, men Bulvazavr bilan Arsini qoldirgan bo'lar edim, baribir. Men shulay ekan deb shunga saylamadim da. Ayvaz, bu bit bizning yaratgan o'yinimiz, biz uni birga o'tkazamiz. Biz shulay aytamiz. Xotin qiz o'zining intuitsiyasi bilan aytilganki, lekin irod bir kishi u albatta logik bilan ishlaydi. Ham yoki o'zining
bilimlerine dayanıp cevap verir. Bu icraatda min Gülnaz seni tebrikleyeyim. Lakin Aydan'ı tebrikley almayayım. Cevap dürüst değil. Dürüst cevap bulvazavr idi. Aytem, aytem benim intuitsiyaga ышанырга керек. Bulva, yara burşulma. Burşulma, zaten biz seni Әлі буйында 3 тапқыр қатыланырға ярый иде. 3 тапкыр ялгышырга ярый bizge. Senin 3 жизнің, 2 жизнің қалды тағын Aydan. Aytem, tege bulvazavr o senin yaşlığından idi, değil mi? Ол менің яшьлек кенә түгел. Ол бик күп балаларның яшьлегеннән, чөнки Bulvazavr ул покемон. Minam dinozavr dip tura. Arsi kim ol? Арси ул хатын-кыз трансформер. Бердән бер хатын-кыз трансформер. Aydan. Менә яңа әйбер белдек. Arsi хатын-кыз трансформер. Мен Arsi булам. Еще. Так, киттек алга таба уйныйбыз. Айдагыз татар халык. Киттек алга таба. Трансформерлар татар халык әкиятләренә күчик. Әйдә. Татар халык әкиятендә менә хәзер инде җавап биреп карагыз, кайсы батыр юк? Беренче вариант Таң батыр, икенче вариант Төн батыр, өченче вариант Көн батыр, дүртенче вариант Кич батыр. Сезнең вариантларыгызны көтәм, уйлыйбыз. Слушай, benim bunlar arasında бар тик Таң батырны гына ишеткәнем бар. Таң батырның булган Yazıp так, Таң батыр, Таң батыр, Таң кем? Төн батыр, Төн батыр, Төн, Көн Төн батыр, батыр, Көн батыр, Кич батыр. Кич батыр инде. Кич Таң батыр батырның юк дип уйлыйм. әкиятен хәтерләсәң, Таң батыр әкиятендә Таң батырның ике бер туганы була. Алар өчәү була барлыгы бергә. Менә Мен хәтерләмим, аның туганнарын мен хәтерләмим. Мен бары тик Таң батырны гына беләм, дөресен әйткәндә. Ләкин әйдә логика белән фикер йөртик. Логик буенча барсак әгәр дә без әкиятләрдә көн төн ул бик еш очрый торган сүзләр. Көн үсәсен, төн үсә, төн үсәсен, көн үсә, таңнан чыгып китә ул сахраларга, көн бара, төн бара, төн бара. Көн бара, кич дигәне минем ишеткәнем юк. Кич белән, гомумән минем менә әкиятләрне исемә төшерәм, юк анда кич дигән. Кич батыр, ул бик сәер яңгыр, әйме? Кич батыр. Мич батыр дигән кебек. Кич батыр. Көлкü яңгырый бу, әйме? Бу нидер дурачок кебек. Шуңа күрә минемчә Таң батыр. Ташма бәлки ул дурачок булгандыр. Иванушка дурачок булган, бәлки берәр өченче абыйлары, өченче энеләре дурачок булгандыр. Алайда Ул бу халык әкиятләрдә, әйе, әкиятләрнең схемасы буенча. Һәм гомумән тормышта да шулай була бит инде. Теге бер икесе акыллы, берсе барыбер слабыйрак була. Я без икегенә бер тегеме гаиләдә. Гөлназ, сезнекеләр дә, безнекеләр дә. Юк, без хәзер бит айвас, бар бишәр балалы кешеләр иде, нитмик, хәзер без мыскыл итүләргә күчмик. Без шаярып кына әйтәбез, дуслар. Минемчә, Таң батырны беләм, ул 100% бар. Минемчә, аның энеләре, син әйтәсең, энеләре дисең, ул Төн батыр һәм Көн батыр. Кич батыр юк. Нәрсә ул? Кич батыр ул ни ултары, ни пултары. Айдан нәрсә ди? Тоже Кич батыр думаю. Сезнең җавабыгыз соңгымы? Соңгы. Соңгы. Җавабыгызны кабул иттем. Мен почему Дөрес җавапны ишеткәнче рекламная пауза. нәрсә рекламалыйсың? Әйдә мин рекламалыйм. Мен рекламайся. Покупайте карандаш. 100 рублей. 100 рублей. Покупайте карандаш. 100 рублей. 100 рублей. Без сине ишетмибез, Айваз. Ay, üzülmesin indi şunday bet urunda, ayme. Bizne iştəşmi?
скажи да. Басам mı sana? Aybaz hazır bizni çıkıp gitti. Lakin o bizga tağın kelip qo'shilashaq edi. Men kommentariyalarni olib atam haliga yemaydan. Chunki menamda Aybaz hazır kelib qo'shilashaq bizga uzilib ketdi efir. Oydan. Yaramay. Так, mana Aybaz. Ярый, все, я. Все можно. Biz üstelik gerek var. Reklamlı pauza. Gülnaz. Mana shu bo'ldi endi o reklamlı pauza. Şu buldum ne o? Сегел. Men olib kelasaydim o'zimning aybirlarimni reklamalarga. Покупайте карандаш. 100 рублей. 100 рублей. Покупайте карандаш. 100 рублей. Gandi, 100 рублей. gandi, ish, Miramesin. Помогает всегда. Miramesin siz menga o'xshatish reklamışım. akiyat boshlanar ulay. Yashagandi, bo'lgandi, ish, botir. Tong botir. Tun botir. Это уже было же. Ну, dürüst cevap ne demek? Kish botir. Yok. Sizning Kıymadı kaya. sizning shiratdagi isimlar deb aytganda o'yin tilida tag'i biriga kelibdi. Bundan ori sizga birozgina ig'tiborli bo'lishga kerak. Перемена. Kun botir degan giroy botir yo'q. Onda bor tong botir, tun botir ham kish botir. Ularda bor mana. Kish ularda bor. Yok, kiş koyan. Aha, biz seni kurabiliriz. Siz meni aybat ishtasizmi hozir? Aybat ishtim. Mana men sizni hozir ishtaman. Siz ishtasizmi? İşte biz lakin biz big keyfi biz düştü. Lakin bilesin men bir de sinem plusu var mı? Mana men bildim. Hazır yine men bir qaşanda yalgışmayacağım. Kiş batır var. Biz özümüzün batırlarımızı biliriz. Yana bir kerak ulaşan deb o'ylayman. Ay nişep kerak bulmasın kerak. Maktabdagi ximiya kibik. Yok Geometriya kerak. kibik. Kiş batır. Men şunda isti bulup gitti. Elle ide istilendi şunda elle nervlarım qoqşadı. Ilgidan bilmez. Şolay mı? Shiratdagi so'rov. Aydagiz birgalab davom etdik. Ham kuch solib olg'ali biz oydan Человек-паук degan. О, я про Человека-паука все знаю. Все. So'rovni tinglab boshda. Aybaz qara bir saatdan so'ng efir uzilmaymi u? Sizlar Üzülse men ishlarga hozir. saqlanib etib qoldirsin hali. Saqlanib etib qoldirmanasan. Tag'in bir ish qilsan, yari. Mhm. Hali bir soat tur, sen hali 10 minutga so'ngroq chiqding. Как всегда. Bu efirni saqlanib etib qoldirganmaymi? Mhm. Человек-паук qaysi kinofilmda qatnashmaydi? Как это? Qaysi filmda qatnashmoq? Человек-паук qaysi filmda O'ynamaydi, qatnashmaydi. o'ynamaydi? Yo'q. Мститель. Ой, Мститель добор. Ответы нужно послушать. Давайте ответ. Ha. Aslında bilasizmi neli? Olay buni eli, shunday buni qoidasi. Birinchi variant. Человек-паук возвращение домой. Анда ул бар. Ikkinchi variant. Человек-паук вдали от дома. Anda ul bar menda qaradim. Uchinchi variant. Мстители 4. Я esa 4-chi variant. Человек-паук новая эпоха. Я думаю, что это Мстители 4. Gulnaz?
Потому что бытенсен мен билем то, что он играет. Только в Мстителях 4 я не слышал то, что он есть. Benim bu filmlarning Человек-паук вдали от дома deganim qaraganim bor. Qaraganim bor deb endi oydan qaraganda, Мен бытенсен қараған едім, Иә. кроме вот этого. men bir ko'z bilan narsalar qarab yurdim. Человек-паук новая эпоха. Не смотрел, как бы. Ko'ramading sen, nima? Вроде не существует вообще. O'ylaysiz bormisan o film? Yoki sen bu variantlarni o'ylab chiqargan mumkinsanmi? No bir kinofilm yo'q bit endi. Bir kinofilm yaisa ulab chiqarilgan, yaisa unda kinofilm lekin onda u yo'q. Ну тогда Мстители Дурт tugul, Мстители Дурт bormi? Дурт degani именно. Мстители Дурт вроде тоже yok. Новая эпоха bormi? Кораном. Я думаю, то, что новая эпоха. Поэтому я всегда за Человеком-пауком слежу. Если у него выйдет новый фильм, я сразу его буду смотреть. Так что это, я думаю, Человек-паук новая эпоха. Я с тобой согласен. Sizda shik bor. Yaisa Mstители 4. Либо Marvel 4, либо Человек-паук. Qo'shilmali. Yaisa Человек-паук новая эпоха. Ikki variant shiklanasizmi? Ayda pisan, qaysi ikki variantni qoldirasan endi? Men sizga illiga taqdim etasaydim. Aytamish, mana qola. Новая эпоха, Мстители 4. Yo'q, menimcha, menim quloqqa kirar edi u. Tigilar Mstители 4 mana shu Durt deyibgina, azrakkina qutqu solding, endi Durt. Lekin mana bu Новая эпохani tushirgan bo'lsalar, onun bilan butun quloqlar, u har bir palisosdan yangraydi. Человек-паук, Новая эпоха, в кинотеатрах вашего города deb, oni reklamlab bitirgan bo'lar. Человек-паук такой эпоха yok, Ali. Yo'q. Я думаю, что Человек-паук новая эпоха. Oydan istal ostida u beqoti nervlana. Laytirib o'tiradi, istal ostida olib chiqa olasan istal ostidan. Я не буду оттуда выходить, пока ответ не скажу. Aydanға bir qasam dedim әлі. Üstel aslında internet tutam ekan Aydan. Tekshiribni qaralar. Yo'q, menimcha Человек-паук, Новая эпоха. Я соглашаюсь. Sizni javob qabul etam. Mana Oydanning qo'li u kelisha. Человек-паук вдали от дома degan kinofilm bor. U hali 19-yilda. Bor, ani qaragan bor aya. Все, тихо, тихо, я не хочу слушать. Человек-паук Возвращение домой 2017 yilda kinofilm. Бами Карамана. Мстители 4 kinofilmi 2019 yilda chiqqan u. Все, мы выиграли. Все, это правильный ответ. И мы уже выиграли, я могу выходить. Hamanda Человек-паук qatnashgan. Ay. Новая эпоха u men bag'riga o'ylab topgan bir nidir yangi kinofilm edi. Ayvaz, sen bu ideyani jibara olasan prodyuserlarga, chunki ismi big yangrayishli, emi? Человек-паук, Новая эпоха. Mening endi qarisi kela boshladi bu film. Narsa bo'ladi. Onun bolasi tuami, u nendidir yangi bir parallel dunyo oshami. Bunda variantlar bek-ko'p, biz ikki ssenariy yoza olamiz hatto. Ayda Marvel'ga jibaramiz haligi variantni. Vdali от дома qaraganda Новая эпоха motori yangraydi ekan. Ну endi vdali. Новая эпоха. А что такое эпоха? Mana Ayvaz angladi, narsa epoxa. Эпоха. Эпоха определенное время. Yangi vaqt, Yangi vaqt, shir. Kelatdagi so'rovni tinglab qolishingiz keladimi? Aytinglar qolishingiz keladi. Bu nechanchi so'rov? Bu bizning motor so'rov. Men shu qadar suv ichaydi. Qishga bir yerga borasiz kela boshladi. Ikki so'rov qoldi tag'in, aytasiz, ikki so'rovni javob bersangiz, yengasiz. Musa Jalilning atisining ismi. Musa Jalilning отчествоsi. Birinchi variant Muhammad, ikkinchi variant Mustafa, uchinchi variant Jalil yaisa İbrahim. Muhammad. Variant tinglaymiz. Muhammad.
Musa Celil'nin ätisinin ismi. Musa Celil ne kadar ismi Edis'den insan. Muhammed, Muhammed. Mustafa, Ne kadar Celil, İbrahim. Muhammed. Не думаю, то, что Muhammed. O, emne bu ağır sıra. Çünkü tigi biz Musa Celil isim familyası bilen sen aytdın Edis'nin ismi. Biz isim familyasını biliriz. Bir köp şairlerden hem bir köp yazıcılarının hem etilerinin ismin var tigi edebiyat okuganda mekteptagina ol tigi vizual ravishda qay birisi esda qolgan şairler hem yazıcılar emneminde benim isime düşmey. Tamam bir tapqir aytaylik variantlarni. Hozir men просто mana tigi yong'irag'anni eshitib isime tushirishga tirisham. Musa Muhammedovich Celil, Muhammed tugul. Musa Mustafovich Celil, Musta Celilevich Celil, leyse Musa İbrahimovich Celil. Muhammed tugul. Belki birisine şaltıratırsınız. Bir şaltıratı alabız bitaleymi? Biz men bilasizmi narsa degan variantni? Men Mustafa degan variant qanchadir. Просто mana aydan men не отвлекай. Men o'ylavimcha men nechtir Mustafaga tortilam. Просто mana esimda qolgan deyibgina. Mana ko'nglim bilan tortilam. Mustafa. Shulay kibik tuyula menga. Chunki Muhammed Musa Celil'nin etisi Muhammed bulmagan 100%. Celil bulada almaydı bu bari tek külür işimine varayım. Nişler, bir köp Yok. Eğer de bu yok min külür işi ne işin debeytem bar şimdi bar yazışılara ye. Lakin bu variant bu şirakta tugul. Çünkü min bunu 100% Tatar edebiyatına isimde kaldırırım. Musa Celil'nin etisi Celil bulgan. Bu big berilip turadigan fakt bulur edi. Big berilip turadigan fakt bulur edi. İbrahim kibik tugul Musa Celil. İbrahim oğlu dip Mustafa. şaltıratmıyoruz mu? Yok Mustafa. Miha eniga şaltıratsam meni yani beri butre. Benim yani Tatar tili hem edebiyatı okutuşusu. Ah! Sen bana bilmişsin mi? Yok men aytam bit mana eshitgan bular nasıl yozib qarab esga tusham. Men bilan eshitib qarab Mustafa tura boshimda menim. So'nggi javob mı? So'nggi javob. Sizning birgina yolg'ishu mumkinligi qoldi. Siz bu haqda bilasizmi? Bu dersi bir yolg'ishu mumkinligi ham tag'in bir so'rov bor alaymi? Hozir yolg'ishsangiz bo'lmaydi, o'yin bitta. Nera biz narsa teraymi 3 oylik izolyatsiyani. Jengilsangiz 5 oy. Men bu oydan oydan men üstüme sikire уже. Men Mustafa dedim. Javobni qabul etam. Или ittin уже mi? Aniga shaltiratmaybizmi? Pozdno уже. Qara. Sening Buyuk Vatan so'g'ishida o'lganlar ismlariga qaragan bormi? Bor. Onda Big Yesh xatirlasang bizning familiyalar ismligi familiyalar bilan borib kelib Tatarda ko'pdan to'g'ri boshlandi. Ham naqta mana Buyuk Vatan so'g'ishida o'lganlarning familiyasi ularning etiklari ismidan bor. Hatto ixtibor etgan bo'lsa, o'zining familiyasini naqta etisining ismi bilan turibdi, chunki etisining ismi bilan yasalganlar. Bikku. Mana olg'a qatnashishsa bilan Buyuk Vatan so'g'ishida qatnashganlarning ismini qarasang, o'zing ishona olasan. Lekin bu anda ishroq tugul. Aytam bit bu anda ishroq bo'lsa, u bizning isimizdan mangi chiqmas yani. Давай просто послушаем ответ. Musa Celil o'zi Orenburg o'lkasi Mindiya oldan, bilasizmi?
Benim hatta min tapşırığına min Musa Celil avulundan diye bir gireyin kilgen idi. Gıbırşak değil mi o? Nindi avulundan. Mustafa Оренбургская область, деревня Мустафин. İşten var. Mustafa! Yok. Отчествосы Mustafa avlundan mı? Kalıysa. Yo avulundan tugul lakin hazır benim bu variantını sayılamam bek şadım çünkü bu variantqa ışanu kuşimim 100%, 99%qa ko'tarildi. Avulları Mustafin'de bulgan kalkan mı? Aye. Все, давайте уже. Ответ. Я хочу ответ. Bir yaktan yok Seyyir. Etisinin Ne kadar ismi de Mustafa bulsa, avulda Mustafin'e. Etisinin ismi de Mustafa. Bu Seyyir. Lakin dürüst. Aytem Dürüst. Dürüstünü aytganda men ayvaz bir remarkını yasab alayım elimden men olimpiadalarda bir ko'p qatnashadırım, değil men albatta o'qiydirim, barısında tigi iste qoldiradirim, yodlaydirim. Lekin meni nechukdir tabiatda menim vizual iste qoldiruv ham eshitib iste qoldiruv boshqalarga qaraganda yaxshiroq edi klassda. Ya'ni men masalan shi'rni masalan o'qib olam, ham diktantni qarab olam, bunday aytib ham shu harizlarni ko'rib men yoza oladirim. Bu mening ko'z qarshimda. Ham shunday eshituv bilanda. Mening nidir men narsada da bo'lsa ikkilanam ekan, nechik ekan deb men yozib qarayim. Esimga tushiraman, narsa eshitdim deb ham menga mana o'ldirish variantini esimga tushiraman. Mana bu shiraqda naq shulay bo'ldi. Men durusini aytganda tugal bilmaydirim, lekin mana esimga tushirib tugmakdan yo'llarim mana Mustafa. Mana kirib qolgan, u boshqa kirib qolgan fundament kabi. Mana nidir tegi bor, chip kabi kirib qolgan. So'nggi so'rovga javob bersangiz, siz haligi viktorinaning jenguvchi bo'lib sanalashasiz. No, bizning hali bir podkast bor, bitta Alloh bersa. Sizning hali durustini aytganda 3 podkast da var. Siz hali anısında kullanmadınız. Hali Alloh bersa kullanam. No, illegalini kullanuvning shansi yo'q. Atiga atkleyt etib, mana kullanib bular. Aydan kelali. Tezroq Aydan. So'rovni yangrata turayım mı? Yo'q, Ayvaz. Hozir Aydan keladi. Siz oralashib tursiz ekan, chunki mening bir qotib borasim keladi bir yerga. Bardik 1 minut qamda pauza, reklamni sen söylay tura olasan. Kimlar bilan o'tkarding bu o'yinni? Narsalar bo'ldi. Endi qiziqli momentlar bo'ldi. Danir bilan. Sen anons yozib tura olasan. Kelasi o'yinlarda kimlar qatnashacak? Aydan kelali. Aydan Men hozir kelam. Kelasi o'yin Alloh buyursa, bizning planlashtirila Anvar Nurg'aliyev bilan. Şuna göre, eğer de qiziqli so'rovlaringiz bo'lsa Anvarga, siz yo'lga tura olasiz menga. Balki sizning qadrli tomoshachilar bordir, eshitasi kelgan, ko'rasi kelgan ijrochilar, artistlar, ularni da siz yozsangiz kommentariy. Aydan. Ручка. Super o'yin o'ynab olaylik, super o'yin. Aha. O'ynaymizmi? Ayem. Senga g'ana bag'ishlangan o'yin, haligi o'yinga javob bera olsang, sen молодец. Ketdikmi? Смешарики multfilm qarang bormi? Mana hozir men sanayashaq geroylarining qaysi смешарик ayta olasizmi? Ну, конечно, Инди, но это же легко. На изи. Variant. Eshitasanmi? Tinglaysanmi? Ай, все. Esensiz. Barashich. Ишмәдем. Можно заново? Yo'q, bunisi senga g'ana bil. Ну, мен ишмәдем, она меня перебила. Можно заново. Barashich. Так. Rogatich. Так. Kopatich. Так. Mixalich. Так. Копатыч. Копатыч бар еще? Ну, вот кто есть, нужно сказать. Копатыч. Senin variantın? Копатыч. Смешарик бар еще? Да. Все, тихо. Onu bir demledireyim. Bu Aydan'a degan super o'yin edi.
Haydi, bu Ну, Aydan'la gına тихо инди. Yara. Это Aydan Копатыч. sizden bir al. Все, Aydan'ı kabul etemiz. Aydan super priz iyesi. Aydan'a legaligi qo'y. Тихо инди. Hozir alik o'yinda jingir uchun sizga so'nggi so'rovga javob berishga kerak bo'lacak ikkingizga. Ham bu shulay tatar tili ham tatar tilining tarjimasi bilan bog'liq. Okun degan baliq, okun. Tatarcha nishik tarjima etiladi. Oy, menda aniga shaltiratirga kerak bo'lashaq. Bu so'rovga javoblarni tinglab qarasizmi? Birinchi variant jayin. İkinci variant olabuğa. Üçüncü variant kelşek. Dördüncü variant Mersin. Yozib qo'ying, mana Oyvoz ko'z oldimda tursinlar ishin. Haydi. Nindi baliq? Okun. Jayin. Jayin tugul. Olabuğa. Olabuğa tugul. Kelşek. Kelshek. Mersin. Mersin. Nindi baliq. Bunda men xassa şaltratsak da bor. Haydi şaltratalım. Ayyi, bizning bir variant, bunda bizning bor hali tutilmagan variantlar. Shulaymi? Aniga shaltiratamiz, abiga shaltiratali. Shaltirat abiga. Hozir biz aniga shaltiratamiz. Ani bilan ati javob berishaklar. Ular buni bilirga tegishlar. Bilmasalar Yo'q, bilirga tegishlar. Jayin tugul, men buni jayin tugul. Okun jayin bo'la olmayman. Kelshek unda kichkina baliqqa o'xshab turadi. Kelshek. Ani трубкасini olmay. Сейчас, подожди. etiga şaltratasın endi. Алло, Ani, привет. Nishi xalar? Ani, qora, men tur efirda. Oyvoz bilan, ham Oyvoz menga so'rov beradi. Mening podskazka druga. Podskazka druga u Sinani. Shonkra menga javob beradi. Okunning tatarchasi ati bilan tenglashishingizda okun. Громкийga qo'y, громкийga. Ani sen громкийda seni butun kishi eshitadi. Okun. U Oyvoz unda variantlarda taqdim etadi. Jayin degan variant bor. Olabuğa degan variant bor. Kelshek degan variant bor. Mersin degan variant. Buni Oyvoz qaysi yerdan o'ylab topgandir men bilmayman. Hani, siz nishi o'ylaysiz? Jayin, Olabuğa, Kelshek, Mersin. Jayin, скорее всего. Menimcha jayin bo'la olmaydi. Jayin u ikkinchi baliqqa o'xshab turadi. Okun jayin. Okun jayilib ketganmi? Так. Jayin, olabuğa, Mersin. Kelshek. Kelshek. Olabuğa. Atayta Olabuğa de. Tugulmikan deyildi o. Olabuğa deb aytib qo'ying hali. Ну да, Yarar, rahmat. Olabuğa. Я Rahmat. думаю, тоже то, что Olabuğa. Ular eshitdingiz, ular 100% bilmaymiz deylar. Lekin ular Olabuğa degan variantga ko'proq Yaqin. tortiladilar. Ayy. Biz тоже думали тогда Olabuğa. Men 100% dedim jayin tugul. Chunki jayin u men til ishimda turadi. Jayin u bek keng taralgan baliq. Mana men aytagina olmayman, nindi tarjimasi, shokra jayinni men olib atam. Olabuğa, Kelshek, Mersin. Kelshek u men kichkinagina baliq. Kelshek. Shunday. Shokra men anining variantini saylayman, ularga ishonam. Butun javoblikni
Allah üstünde avdaram. Hem alabuğa deb cevap berem. So'nggi javob bu sizning. Sizning boshqa yolg'ishlik mumkinligi yo'q. Aydanның da битләре шактый кызды. Ачуы кабарды. Siz javobni aytasiz. Bu Әйе. javobni qabul etdim. Ayvaz инде хәл сәхәр вакыты җитә. Babet Gidelim İzmir'e. Сәхәр. Kışın, kızın, yazın. Jayın ol son. Әйтәм распространенная рыба. Чөнки ул тел очында, ул бар. Ул гадәти тормышыбызда кулланыла торган. Җәен алдым әле, җәен балыгы. Kelşek balık ol. Çihon diye işten var mı? Kittireler ol. Bik vakti ol, lakin bana muhtaşa. Халык белмичә атамаган инде, әйме, келшек. Alabuğa ise Mersin. İki var ya. Bitti. Я могу. Mersin variantı, әйе. Mersin variantı мин белмим гомумән, Mersin ишеткәнем юк, мин беренче тапкыр ишетәм, Mersin. Шуңа күрә ул не распространенная рыбадыр дип уйлыйм мин. Mersin. Может, ул вообще балык түгелдер. Rayon var. Alabuğa diyen rayon var. Emine Baltaş, Arşa diyen balık yok mu? Yo, alabuğa degan balık бар анысы. Ayvası meni onun tercümesi okun miken deyip kine şeklenem. Abla alabuğa degan balık бар 100%. Sizning javobingizga durust mı ekanini aytib oldimdan, men shuni aytib o'tirayim. Baribir hozir bizning efir bitdi, reklama ravishida. Qolganlarning turi efirlarına bo'lsa bular boshqalar. Siz eshitasizmi? Ko'rinadi? Әйе. Anda Ilnaz Garipov konsert qo'yib yotadi tirisha. Eshitasizmi? Men seni tushuntirib Әйе. Мен hamon o'ylayman, alabuğa ol okunma deb o'ylamaysan. Men İlyas Garipov konsert qo'yib yotadi desang. Men shunday qotib qolgan kibir, prikin. Nechta sochib qotib qoldim, men ana o'ylayman. Men просто o'zimga qarayman da siqlanib qotib qolam. Tur efirdan Oydar Temirbayevday tur efirga chiqqan. Butuncha konsert qo'yib endi. Oydar Temirbayevning efiri var, shikarniy. Televizor qabzib qo'yganda, biz olib borgan konsertni qabzganda, shuni o'tirib. Genial. Так, Mersin mi ya ise Alabuğa mı? Alabuğa. Sen Mersin'in Alabuğa mı yok mu ekanligini hazır bileceksin. Dürüst Mersin'in okuyup mu yok mu ekanligini. Sen Mersin'in alabuğa ekanligini bileceksin mi dedenlerse? Просто biz bunda уже ikinci saat oturabız bu sıralar bile. Şuna göre bizde уже Mersin, alabuğa, Mersin. Mersin balığı o nakta. Senin enin ete yazdı bir tane başka. O Asyotr balığı. Emre alabuğa oku. Kutlu çen kumuldan şu mezgillerde sen tigli Viktoriya'nın jinguşisi itip sen tugul siz deyip aytigali. Aydan gitti. Ne bileyim kubagım Siz jinguşi olup sanalasız. Biz sizge 3 aylık izolatsiya tugul. Ağımı ben bana aydagiz. Bir haftalık kama izolatsiya beremiz. Bir haftadan sonra biz çıkırız işe.
Endi ishlisi keli. İşlisi keli. Tezrek süjetlar tushirasi keli, topshiruv tushirasi keli, yurisi keli, oralashasi keli, tezrek bitsin, ham tezrek haligi turmushimiz aylanib qochsak yarar edi. Bizga rahmat Gulnaz, senga Men- Oydonga Men ko'ngil ochdim o'yi hali bildirib- kommentariyalarni ocham, o'qiy olamiz kommentariy. Tezrek kommentariy o'qib olamiz. Hayda, men efir üzülmesin deb gina qo'rqaman. Bizning 1 soatdan uzdi. Ayşon. А у üzülse сохраняться etmeymi? Menda tugul senda saqlanayotgan efirga tegishli, Aha. 5 turgan tutman, narsani içinden alaman. Yarar. O mında yazganlar ala buğa Mersin zatlı balık. Mersin zatlı balık diyenler плохо видно. Sen күрәсең bu здравствуйте, ala buğa Mersin. Bunda bir күп кеше белгән икән. Әйтте бит инде ala buğa дип. Кешеләр көләләр. Уф диләр. Ne şunu demeyeyim ben. Senin şirata okuna kim bulaşacaksın? Enver planlaştırılan. Enver Nurgali. Üzerine mi yeyse belki birersi bilen, belki kızı bilen bulurlar. Anlaşıldı. No şep. Mena aşağıdan çıktırdığı. Bunun kadar su içkenim yok idi. Bir su içerge kirek. Şuna göre men bugün normani ötedim su işi boyunca. Bu su yerdeminde jingdin. Su masa su başmilerini işletip jiberdi seni. Su bir faydalı. Əsimlə Ayvaz bu vaxtını şulay benimle birgə qoşulub su işə ötkərə aladın. Sen bunu işləmədin. İkinci yolu sen bu turda oyla keşke efirlərini ötkərgəndə özün yanına zor çaşqı bilə su alıb kelib qoy. Men birşulma, men su tuturulgan legende oturam haligi vaqtda. Menim Evet. Şapır etib, mi? aslan kiremiyim, aslan. Hamında urdaklar. Mersin balığı iri. Yo, Mersin balığı, yo alabuğa. Tukta nerse sonunda. Transformer alar. Eye. Gülnaz, planlar neydi? Mine hele bizning may ortasına kadar hele planlar nerseler bilen meşgul bolacaksan haligi izolatsiyada. Dürüsünü aytganda, bilimi aşatlandırganmı, suyundirganmı yo'qmi, men nechikdir bu rejimga endi iyalana boshladim. Men bilim sizga nechikdir menga tegi turmush bo'lmagan gibi hozir menga gil bu turmush bo'lgan gibi. Nedir tegi biz senin bilan konsert olib borganlar ular tegi wow, u qayerdir New Yorkda gana allaqachon bo'lgan gibi menim bilan birga tugul. Men birgina qo'rqam men meropриятиялар nechik shoralarni nechik olib boribmiz ekan umuman unutilmasmi ekan bu deb kulam hatta. Lekin men bugun o'tiram tegi menga bugun shunday SMS keldi. 31 iyul biz sizni olamiz. SMS geldi, MTS'dan deb turam. MTS, MTS'dan gil kilo. Keldi SMS deb сообщение. 31 iyul sizning xonanda bo'shmi? Bo'sh bo'lsa, zinhar uchun bo'ldi. Biz sizni Urfaga chaqiramiz. Bizning zo'r shora bo'lashaq deb bir uyushmani. Hamisha hey, fantastik degan xo'rab qo'ydi menga. Ne ishundir tegi 31 iyul fantastik deb. Anan o'ylayman, boshlansa bu shoralar. Allah bilsa boshlansın gına indiler ama lakin menga haliga bu nechapdir fantastika kibik tuyular. Boshlansa narsa ishtirga ekanini anglarmiz Gulnaz, birishilmasin. Fantastik tugul, Allah bilsa. Yo'q, narsa ishlarga ekanini anglarmiz, kulmakka narsa esa yari endi kulmakka. Mening prognozlar bo'yicha 12-maydan so'ng tag'in biroz uzun aytashaqlar 30-mayga qadar. Ham onda da bardығы tugul, әкірінеп башқа қай бір өлкәлер ішлей башлайшақ. Әлеге туйлар, бәлки банкетлар, алар әлі ресторанларға көп кіші. Yo, alар әлі июньдә булмаячак, Айваз, 100% булмаячак. Июнь. Булачак. Июнь булачак, әми июнь булмаячак дип уйлыйм. Мен булачак дип уйлыйм. Чөнки мен инде 2 заказ алып куйдым, эме? Мен инде 2 заказ эшләп кайттым. Ayvaz, işlep yürmeye tağında orçada koşup kına. Yok, biz onu bulay işledik. 30 kişilik yubileydi o. 3 güne kişi kire, metr yarım.
Aralık Yok, sıralar. 3 kişi kire bir oyun oynuyorlar da. Ayvaz bir oyun oynadı da Gel. çıkarıp jibere. Bana 3 kişi kire. Bir-birisinden yirak metr yarım yakıtla oturalar. Barısı da Basıp kutlav eyteler. iyi. Nupar Yo, paka bir- anda tugel. Yo bir bilmedi. Bir bilmedi. Ha, ikisinin birisine gene kirge yarıyor. Birisi gene kirip şey yakıp anlatınlar. Çıkıp gitedi, ikincisi kire. Maskada, kuzlikte, bir çatkıda kire. Maskada kirgenlikten koyu vakıtta kiyovunun kiresi kilmegende başka bir kostümlü yigitine kirtip jiberiyor. Yo bilesmi Ayvaz ne bu dürüsün yetkinde tege maska deyip kulebіз aydan mena bir gün neyte. Benim de kurıkmış rahatlanıp mine o barmaklarımı mesela ağız krema kitresim kiledi uramda deyim. Mine baytasım kile benim de. Ağzıma tıkır edim bu barmağımda diyorsun mu? Şunda mine bu da mask, bunda perçatka, bu şunda ne? Tuyduk bu maskarattan desek de bula. Maskarat Altın bitmedi, maska gibi biz. Zülfat Hakim'nin jırındağı şey. Bizning radioda hatırlıyorsunmu? Bir disk var idi. Kompüter sünse qabına Qabızıp jiberiyor. Amanın birinci jiri altın maskarat idi. Eye. Altın maskarat muzikası gitip turgan idi qaba. Так, Gülnaz. Ayda biz şu şurada sobulaşık saat 10 tulgan. Tav bulaşığı ayı. Hazır indi oşisi de var, desi de var. Şey işesi kile indi koşandan birle. Su içtin. Nindi şeyin değil tabi. Uraza tutqanda bu başamasqa kerak degan. Su işere gerek demiş, su işemiş. Oşisi kelar desin bitadisin. Ne benim anda gübediye kıta bitmedi. Oha! Futbolka zor, futbolka ali may ahırına hadlaşıdı yaşa. Bir narsa pishir, men de pishirib qarayım. Mendan g'imir pishirmagan rais pishira boshladim da seni qarab. Oy men kun sayin pishirem, men endi food blogerga aylanib olam. Men endi agar men bugun storiesini qaraganim, oshov. Men ertaga oshov qo'ymayapman. Bo'ldi. Azrakina oshovdan yol o'targa kerak. Menda birov so'raydi, konsertlar qachon bo'lar degan. Menga qolsa Birov tugul Raniz Gabbazov so'raydi, Rashid Vahapov festivali laureati. Raniz salam. Menga Raniz qolsa endi konsertlar bilan chiqasi kerak. Jayga indalarni qo'yib turmayashaqlar. Chunki barisi anglashila kishining bitari ekonomik finans yog'ida qoriga kerak. Menimcha sentyabr konsertlar. Yangi sezondan ketishak, Alloh bersa. Amina banketlar hali jaykini uzashadi. Iyundan. Bu mening prognoz ham Alloh bersa shulay bo'lar deb o'ylayman. Banketlar hali iyundan bo'lashadi. Ayvaz просто o'zini настраивает. Banketlar kelgisi menga iyunda. Все, Ayvaz bek zo'r rahmat. Senga shunday tabiiy ko'ngilli viktorina bo'ldi. Boshlar ishlab ketdi. Ham eng muhimi, mana bu viktorinada biz bir natija chiqara olamiz, deymi? Men Kish Botirning borlig'ini bildim. Sen o'qib shiqirga tiyishani hozir. Kish Botir bor ekan. Tong Botir akiyatini o'qib shiqirga tiyish bo'lsa. Bu zo'r tugul kichkinagina. Anvar bilan efir oldan e'lon ettirmiz qachon bo'lashagini. Bunda so'raylar. Shuni aytayim. Haligi o'yinning hali biz qo'yashaqmiz. To'liq variantini YouTube'ga qo'yashaqmiz. Qiziq momentlarini hali Instagramga da qo'yirman men. Bugun qo'ya olmagan kishilar bor. Aye. Gullas Yo'qmi, yaraymi? сохранять etam. Gullas sen urazani ishlab tutmaysan degan. Qo'yan kishi olib aytayini buni. Ishlab tutmaysan deb. Men siz qo'yan bilasizmi tutmagandim. Men uraza tutam ishlab olay deb aytasiz. Gullas Ayvazga тоже bir so'rov berib qorali bilirmikan? Yo'q, menga azirlanirga kerak. Ayvaz bek yaxshi azirlangan bir qiziqli viktorina varianti. Javob variantlarida qiziqli. Nima berasan? Ne? Ayda sen de azirlisan da menga so'rovlar. Ikkinchi yo'l nima berasan? Ayda. Asin tur efirga xotining bilan chiqasan. Yaram. Yo'q, ayda asin tur efirga G'ali Askarov bilan chiqasan. G'ali Askarov Qozonda bitti, men Orshada. Нормально, u tega fotoni oladi. O'zini ushlagan yigit Orshaga qo'ydilar. G'ali Askarovni telefondan tutashtiramiz deysiz, что, birda olmasa. Ну, qarar bizaye. No, menga bu variant şey, rollarni almashtiruv. Qiziq u bilasizmi? So'rov berganda bir turli, so'rovni qabul etib shularga javob izlaganda ikkinchi turli ko'ngilliroq kelib chiqadi. Notebooklarni azirlab qo'yam, bu кто хочет стать миллионером o'yini menda da bor.
muzikal soprovождениесі шаңқыр алла берсе эшләрбез без бу эфирне. Бик зур рәхмәт, Гөлназ. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Кинолар карагыз. Бераз Пока-пока. Нинди кинолар карыйсың? Сау. Пока. Пока.